Mani 5 yoshligimda onam otam bilan ajrashganlar. Bu mani yoshligim haqida hikoyam, o'zimning hayotim. Agar kimga qiziq bo'lmasa, o'tkazib yuboringlar, chunki men o'zimning auditoriyam, muxlislarim uchun bu videolarni olyapman. Ular bilan yangi kushon bilan foydalanamiz, Nova firmasidan. В общем, mani 5 yoshligimda esimda bor, bizani xuddi shunaqa yomg'irli havoda uydan chiqarishgan onalari. Mana buvijonimni uylaridan. Onam bilan otamni отношениялari va qaynonalari va hokazo ularni отдельно video qilmoqchiman, agar sizlarga qiziq bo'lsa. Birinchi qismga onam Rossiyaga ketganlari hamda biza buvimlarnikiga qolganlarimiz itaqdagi bularning hammasi video lentada bo'lish kerak. 2006 или 2007-yil onam Rossiyaga ketganlari bizani qo'yib ketgandilar. Shu bilan bizani yoshligimiz boshlandi buvimlarning uylarida. Bilganlar va bilmaganlar uchun men 32-maktabga o'qiganman. Bizga uyimizga yaqin bo'lgan. Motorola telefonlar, ligushkalar endi chiqayotgan edi. Onamlar haftaga bir telefon qilardilar. Bizda domashniy telefon bor edi. Domashniy telefonga telefon qilardilar. Biz telefonni oldida to'planardik. Men, akam, ukam, buvim hammamiz bitta gapirardik. Hozirda telefon bo'lsa ham, ham redka gapiramiz. Esimda yo'q, men 5-или 6-sinfda edim. Bizga kechqurun telefon bo'lyapti. Meni kichkinaligimdan ozgina pamiyatim yaxshi emas, odamlarga yoki ismlarga yoki vaqtlarga men nimadir pamiyatim bo'ladi. O'sha vaqt nima bo'lgani esimda bor, lekin oylar, kunlar, bunaqa narsalar men esimda yo'q, kechirasizlar. В общем, buvimlarni uylarida qo'ng'iroq bo'lyapti va aytayaptilar, mana shu odam, то есть esimda yo'q, reallar kim telefon qildi, yo otam taraf buvim, bolalarning otasi o'ldi. Men 12-13 yoshda, akam mendan 3 yosh katta va biz bu narsaga ishonmayapmiz. Nerealniy narsada sizga aytayaptilar, seni otang o'ldi. Siz hazil deb o'ylaysiz. Videoda ikkita tema bor. Birinchisi otam bilan onam nima uchun ajrashganlar, iliji shu hikoyaning davomi o'zlaringiz yozib qoldiringlar, o'shanga qarab video olaman. Всем пока.